Tasavvur qilinglar, to'yim bo'lyapti. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Heyejonlarim bir kasal-pasal boshimni orttirib olaman boru. Yo'q, to'yim bo'lyaptimi? Bolalaring ne? Voy. Kassashimda xotinni oldiga ketyapman. Voy. Eng qizig'i u xotin menga qanday rozi bo'lgan bo'lsa buncha ishimdan keyin. Internetda buncha qiyin ishimdan keyin. Nima qilibdi? Zato bir radio o'nglab chiqmadim. Ota-onamga haj savarim berdim, otamga mashina olib berdim. Uy olish uchun, onamga uy sovg'a qilish uchun harakat qilyapman. Borimcha harakat qilyapman, bundan ziyod nima qilay? Haligacha o'zimning hayotim bilan yashayapman.